Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Biz turli xildagi challengelar, so'rovnomalar o'tkazyapmiz. Kafedralar o'rtasida juda ham bu narsa yaxshi ketyapti. Uni davomini qilish uchun qani ketdik. O'qib bo'lgan kitobingizni saqlaysizmi yoki sovg'a qilasizmi degan savol. Men o'zim o'qib bo'lgan kitobimni saqlamayman. Sababi o'zim o'qib bo'lgandan keyin u kitob bekatdan kitob javonimda turgandan ko'ra boshqa bir o'zim yoqtirgan insonga sovg'a qilishni yaxshi ko'raman. U ham o'sha kitobdan ma'naviy ozuqa olishini xohlayman. Hozirda siz qaysi kitobni o'qiyapsiz va aynan u kitobni qaysi jihati sizga yoqdi? Men hozirda Anastasiya Zaloga muallifligida yozilgan O'zingni qadrla kitobini o'qiyapman. Bu kitobda o'zini qadrlashning 50 usuli yozilgan. Bu kitobni barcha tengdoshlarimga tavsiya qilaman. Biron bir kitob hayotingizni o'zgartirganmi? Albatta, insonni o'sishiga, uni dunyoqarashi o'zgarishiga kitob sababchi bo'ladi. Jumladan meni ham hayotimni o'zgartirgan yoki shu endi bilishim kerak bo'lgan degan narsani aytaman. Bilishim kerak bo'lgan narsani o'rgatgan va o'rganishim kerakligini ham kerak bo'lsa o'rgatgan kitobni men talabalik yillarida o'qigan Jim Rohnning Umr mavsumi kitobini tilga olib o'tardim. Bu kitobda men inson o'zlashtirishi lozim bo'lgan barcha muhim qoidalarni o'rganganman va albatta sizlarga ham bu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Rahmat. Birinchi marotaba o'qigan kitobingiz qaysi? Juda bir mazmunli va ma'noli savol ekan. Birinchi marta o'qigan kitobim maktab davrida Xudoyberdi To'xtaboyev Sariq devni mini basarini o'qiganman va juda ham qiziqarli va ma'noli syujetlarga boy asar va barchangizga o'qishni tavsiya qilaman. Men o'qigan kitoblar orasida eng ta'sirlisi yurak kirib boradigan Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asari bo'ladi. Bu asar juda ham ta'sirli. Zahiriddin Muhammad Bobur haqida yozilgan, oilasi. Kitobni siz sotib olasizmi yoki kutubxonadan olasizmi? Men kitobni kutubxonadan olaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Qaysi kitob sizni bu hafta o'ziga tortdi? Meni bu hafta o'ziga tortgan kitob Alkimyogar kitobi. Bu kitobda men juda ham ko'p sujet, asar qahramonlarini o'qib, o'zimga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqardim. Asosan bu kitobda inson o'z taqdiriga ishonishi, taqdiri yo'lida qanaqa to'siqlar bo'lsa, shularni o'zi yengib o'tishi, u to'siqlarni kechmasligi, shu to'siqlarni bosib o'tib maqsadiga yetishi kerakligini men tushunib yetdim va bu kitob menga juda ham yaxshi taassurot qoldirdi. Ko'p xulosa chiqardim bu kitobda o'qib.